dubl 2 ikkinchi videoga o'tamiz. Hozir men endi o'zimga olgan narsalarimni ko'rsataman sizlarga. Juda ham mukammal, juda ham bir-biridan qiziq narsalar oldim. O'zingni xafa qilasanmi desalaringiz, yo'q. O'zimni xafa qilmayman. Chunki hamma narsam tugagan, hamma narsaga ehtiyojim bor. Undan keyin zakazlarni ko'rsataman va novinkalar yana bor, yana ko'rsataman. Xo'p, Shaymelis mana bunaqa Faberlikda ko'ryapsizlar. 15 ml duxchalarimiz chiqqan. Buni artikuli 37-36 ayollar uchun parfümeriya suvi deyapti. O'qilishi Shaymelis, ya'ni Shaymelismi 15 ml. 15 ml duxchani men oldin yaxshi ko'rardim. Yangi Faberlikka hali men o'zim buyurtmachi ekan, hali ishlamasdim, konsultant emasdim. O'sha paytlar bunaqa duxlarning hidini juda yaxshi ko'rardim. Bu Shaymelisni kattasini hech shu nimada ishlasam ham, Faberlikda ishlasam ham o'zimga ololmayapman-da. Hozir hidini ko'ramiz. Kattasida hidi yoqqan edi. Shuning uchun kichkinasini oldim. Men ko'pincha duxlarni yonimda olib yurishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun yoningizda olib yurishingiz uchun juda ham mukammal anaqa vositamiz. Bu bir. Qani. Hidi o'tkir ham emas, hidi yengil ham emas. O'rta hiddagi 4 faslga xitob qiluvchi tualetniy vodalardan ketdi. Zubni shotkam 3 oy to'ldi. 3 oydan keyin almashtiraman men doimo. Bu safar mana shunaqa yashilidan oldim o'zimga. Zubni shotka ionami serebra, ya'ni kumush ionli tish cho'tkasi. Artikuli 910 615. Shu men tishlarim ko'pi bir tekis, ya'ni marvaritdek emas. Alloh taolo men shunday qilib yaratib bergan tishlarimni. Shuning uchun har bitta burchagiga borib, har bitta burchagini bemalol tozalab beradi. Va orqasida tilni tozalaydigan g'adir butur o'ynagi nimalari ham bor. Nuqtachalari ham bor. Yoqadi shu. Sizlarga ham tavsiya qilaman, olib ko'ringlar. Men oila a'zolarimning hammasiga shundan olyapman. Keyin o'tgan safar taroq olgan edim. Taroq, ya'ni o'g'il bolalar bo'lsa ham bizlardagi 3 ta o'g'il bola ham oynaga qarab cho'chlarini tarashni yaxshi ko'radi. Men tarog'imni bir tarafini chiqarib, endi tarasam sochimni tishlab tortadigan bo'lgan u taroq. Men dedim tashlayman dedim. Birontang dedim yaqinlashma bu taroqqa dedim. Shuning uchun mana bunaqasidan oldim. Artikuli 910 258 masajli taroq deyapti. 55 ming masajli tarog'imiz. Tashqarida taroqni hech bilmayman ochig'ini aytsam. Chunki men allaqachon Faberlikdan boshqasiga qaramayman ham, ishmayman. Mana shunaqa yumshoqlikda, chiroyli dizaynda va mana shunaqa yumshoqlikda qaranglar. Juda ham chiroyli taraydi. Buni qizlarimiz olgan biladi ishxonadan. Keyin sog'lig'imni tiklash uchun shu yil ishxonadan bizga medosmotrdan o'tinglar deb ruxsat berishdi. Bordik, harflarni ko'ryapman, lekin o'qiganda kichkina harflarni men shunday qiladigan bo'ldim-da, hozir buni yaxshi ko'ryapman. O'sha paytda menga bir zreningiz yaxshi dedi. Faqat 40 yosh endi asta-sekin zreni bilan xayrlashsangiz bo'ladi. Kichkina harflarni mana shunday uzoqdan ko'radigan bo'lasiz, lekin zreningizni yaxshi anaqa qilib qoling dedi. Boyagi kuchaytirish uchun deb qanaqadir vitamin yozdi. O'sha vitaminni men tashqaridan olmadim. Faberlikning o'zida zrenini kuchaytiradigan mana bunaqa 60 ta kapsulali. Xo'p, добавка к пище, molekulyar forsaj, vision support, ya'ni qanday o'qiladi bu inglizchasiga bilmayman. Поддержка зрения. Mana shuni oldim. Artikuli 158-35. Albatta buni Xudo xohlasa ichaman. Undan ko'ra bundan olaman, qo'yaman. Chunki tashqaridagi ham narxi shu bo'lish kerak, bu ham shu bo'lish kerak. Undan keyin men shu smenada ishlaganim uchun uyqularimda problema, yaxshi uxlamayman. Shuning uchun поддержка sna и bioritmov, ya'ni bir xil ritmda ushlash uchun meni spokойно shu bitta uyqum kelgandan uxlab qolishim uchun 158-47 ni oldim. Buni ana u bilan birga ichaman. Magniy bilan birga ichaman, chunki magniyni bir o'zi menga hamma vaqt ham kuchi yetmayapti. Shuning uchun. Mana ikkita nimamiz bo'ldi, badimiz. Keyin mana bunaqa Gipolite Desert Jele oldim o'zimga. Artikuli 157-31. Bu sizga o't xalta va jigarni
yaxshi ushlashga, me'yorda ushlashga yordam beradi. Men shu Toshkentga boraversam, shuni havosidan, suvidan, yog'idan, har narsasidan bezovta bo'lib kelaman. Shunday o't xaltalarim og'riydi. Shuning uchun o'tgan safar detoks qabul qilgan bo'lsam, bu safar buni ichishga qaror qildim. Yana detoks ichmay deyapman. Chunki u ara nima berish kerak? Badlarni ichgandan keyin, detokslarni ichgandan keyin tanaffus berish kerak. Shu tanaffusning o'rnida mana shuni tabiiy deb qo'llanaman. O'tgan safar buni sizlarga ko'rsatganman. Juda ham zo'r mahsulot. Kunda 2 tadan ichish kerak. Demakki, men bu 10 kunga ketadi 20 tasi. Bundan yana 2 ta olishim kerak. Bundan keyingi yana 2 ta videoyimda albatta bu anaqamiz bo'ladi. Gipolayt t-shirtchiligimiz bo'ladi. Endi tabirlikdan o'zimga kolgotki oldim, kolgotki. Chunki 3 sezon chidayotgan ekan mana bittasi. Bittasi yirtilib ketdi. Ikkovini nimasi bir xil edi-yu, shu nimagadir bittasi yirtilib ketdi. Shuning uchun mana bu kolgotkichani oldik. Artikuli 8779. Теплые, комфортные колготки из бамбукового волокна с классической посадкой. Удобный широкий пояс, плоские швы, ластовица, укрепленный мысок. Плотно облегают ноги. Идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Deyapti. Men period ketayotganda mana shunaqa o'zi aytganday tikishlari chotki. Mana faqat oldida bor, masalan, ba'zilarining orqasida chiziqlari bor ekan mana. Yaxshi qaranglar, mana ko'rsataman. Haqiqatan plotniy. Mana chiroyli turadi ustida. Bambuk yumshoqqina mana. Ana oyoq uchlari ham joningizga tegmaydi. Men bundan boshqachasidan olib ko'rgan edim, bu safar bambukligidan oldim. Yo'qsa, demak yana bitta olaman. Mana shunaqa cho'ziluvchan kolgotkilarimiz. Buni reklamalarda sinab ko'rishadi, ichki bitta olma qo'yishadi-da, keyin o'rtasidan anaqa o'tkazishadi. Pichoq o'tkazishganda olma kesiladi, lekin kolgotkilar qoladi. Men buni qilmayman, albatta, sizlar bilan. Lekin shunaqa darajada buni kuchli ekanligini ko'rsatib berishadi. Endi yana nima olibman o'zimga? Toza shaylab qo'ydim. Mana bunaqa yangi advent kalendar. Mana bunaqa kalendar. Buni ichida nabor sivrotkalar bor. Bilasizlar, men doim aytaman, men tonalka ishlatmayman. Men pudra juda ham kam ishlataman. Majbur qolsam bir nimaga shu pudrani, masalan, quyoshda quyosh kremni surtganimdan keyin juda ham yaltirasa, ustidan pudra surtib, u ham boyaga rassepchitli pudrani surtib, yuzimni mat qilib olaman-da. Uncha ishlatmayman, chunki meni kojam o'zi Allohdan genetik yaxshi berilgan, shuning uchun uncha ehtiyojim yo'q. Sivritkani yuzim juda ham yaxshi ko'radi, juda ham yaxshi qabul qiladi va chiroyli bo'lib bera oladi. Shuning uchun mana bunaqa advent kalendar sivritka для intensivniy, ya'ni chuqur namlantirish uchun deyapti. Super namlangan kompleks asosida gialuronoviy kislotasi bor deyapti. Trigalzoli bor, originini bor deyapti. Kuchli, chuqur va tekis namlantirib eng chuqur nimalargacha borib yetadi deyapti. Ya'ni kojani qurishidan, osilib qolishidan saqlaydi, elastiklik va kollagenligini kuchaytiradi, yuzni anaqasini chiroyli qiladi, rangini chiroyli qiladi deyapti. Maksimalni namlantiradi, tekislaydi va ухоженный, ya'ni o'sha siz yuzingiz bilan shug'ullanganingizni, o'zingizga e'tibor berganingizni bildirar ekan. Так, сыворотка для лица против морщин deyapti. Marshinkalarim bormi? Qayerlardadir ozgina bor, yo'q. Lekin sizlar o'ylaganchalik yuzimga unaqa ham kuchli darajada o'xot bermayman. O'sha sizlarga ko'rsatgan nimalarimni surtaman. Matoli anaqalarimni, nima maskalarni surtaman. Sivritkalarni surtaman. U hozir sovuqda doimiy ham bo'lmayapti. Xohlaganda surtib, charchaganda uxlab ham qolyapman. Endi lekin mana buni 16 kun doimiy surtish niyatim bor. Buni hozir sizlar bilan birga ochamiz. Chunki qiziqqanlar bo'ladi 100%. Birga o'z ko'ramiz sizlar bilan. Yangi yilga chiroyli bo'lamiz, bo'lasi. Bizni Alloh taolo Samarqand yo'llarini juda ham chiroyli yaratgan. Shunchaki urg'u beramiz. Demak, har bitta, men buni allaqachon ko'rdim, har bitta sivrotkadan 4 tadan ekan. 16 kunga. Demak, men birinchisini ochaman sizlarga, birinchisini ochamiz.
ichida qanaqa ekan, chunki ularning rangi boshqa. Men allaqachon buni olishdan oldin rossiyskiy kanallarga qarab, bir ayaldan nimamiz, sivritkamiz, boyagi tarkibida oltin anaqalari bo'lgan. Qaranglar, mana shunaqa sivritkacha ekan. Bu kuk. Faberlikdan bir ayal mana. Birinchisini ochib bo'ldik. Chiroyligina ekan, yaxshigina ekan. Demak, to'rtgacha shu bo'ladigan bo'lsa, 5 ni ochamiz. Bunisi bir ayalni o'zini sivritkasiga o'xshar ekan, sariq sivritka surtaman men tillolik. Mana shuni aynan o'ziga o'xshar ekan. Endi ishlatib ko'rsak bilamiz. Bu sivritka albatta bir martaga ketmaydi deb o'ylayman men. Men yuzimga ko'plik qiladi. 2 martaga ketadi. Ya'ni 16 kun desa, men o'sha 16 kunni 2 ga ko'paytirib ishlatsam kerak. Keyin 5, 6, 7, 8 bo'lsa 9 ni ochamiz. To'g'rimi? 1, 5, 9 9'imiz qani? 2 minut. Men videosim to'g'ri ketgan, albatta telefon bo'lish kerak. Demak, 9 ni ochdik. 9 boyagidan ochroq ekan rangi, ya'ni svetli oqcha. Oq desak ham bo'ladi, chunki ichida tilla suv yurg'izilgan mana. Oq. O'rniga qo'yamiz. 9 bo'ladigan bo'lsa, demak 13 ni va undan keyin 16 ni ochamiz. Bu rozoviy ekan rangi, mana. Ko'rinyaptimi rozoviligi? Pushti rang va 16 ga kelamiz. Bu ham qanaqadir pushtiroq ekan. Ha, o'zi 13 ni ochgandan keyin shuda pushti. Mana shunaqa. Ya'ni ko'ramiz, buni bir o'zi meni yuzimga ko'plik qiladi. Mana bu yerdan sindirar ekansizda, yuzingizga shunday tomizdirib massaj qilar ekansiz. Ko'ramiz qanaqa o'qot berar ekan, qanaqa nima qilar ekan. Mana shu yangi yilda o'zimga qilgan sovg'am bo'ldi. Mana shu eng zo'r, eng yoqadigani, hammasi yoqdi, tarog'im ham yoqdi, kalgatkim ham yoqdi, hammasi yoqdi. Eng zo'ri mana shu. Chunki buni ko'rganimdan suyib qoldim men. Oshiq bo'ldim, oshiq. Endi majinkalar va 3-videomizni buyurtma egalarini ko'rsatsak bo'ladi.